Salom do'stlar. Bugun biz Craft'dagi eng ajoyib qishloqlarni o'rganib chiqamiz. Birinchi qishloq. Eng katta qishloq. 3 ta X qilib olamiz va bu yerga kiramiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda juda ham katta bo'lgan qishloq chiqqan. Mana qishloqlar, temirchining uyi ham 2 ta. Bir-biriga ulanganga o'xshaydi. 2 ta temirchining uyi. Xo'p, endi esa boshqasiga chiqamiz. Nariga qishloq. O'zi shunaqamidi? Afsuski, bunda qishloq chiqmas ekan. Bu yolg'on. Endi esa bu yerdan chiqamiz. Keyin esa bu yerga eng katta qishloq chiqishi uchun men ko'rgan videolarning birida bunda qanaqa qishloq chiqadi? Bu yerda qishloq chiqmasligi aniq. Chunki bu nereal ishlangan. Oldin bu bo'lgandek mana. To'xtachi, men bu yerda bo'lgan o'ynaganman. Hop, keyingi qishlog'imiz bo'ladigan bo'lsa, ya'ni keyingi narsa keyingi qishloq qanday qishloq bo'lishi mumkin? Nima deb yozishimiz mumkin? Qanaqa qishloq chiqadigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldinglar. Ana shu qishloqqa biz kirib ko'ramiz.